Tefsirim Muyesser. Taha suresi. Naiti şefqatlik ve mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Taha. Bu xildagi harflarning bayoni Baqara surasining 5-ida o'tdi. Ey payg'ambar, sana biz bu Qur'onni sening toqating yetmaydigan ishga buyurib, jafoga qo'yish uchun emas, balki Allah'ның azobidan qo'rqadigan, farzlarni ado qilib, harom ishlardan yiroq turadigan kishilarga vaz nasihat qilish uchun nozil qildik. Bu Qur'on zaminni va egiz osmonlarni yaratgan Allah tarafidan nozil qilingan kitobdir. Rahman Allah o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arishga o'rladi. Osmonlardagi, zamindagi, ularning orasidagi va yer ostidagi shay'larning hammasi Allohningdir. Yaratish, igidorchilik qilish va boshqarish Allohga xosdir. Ey payg'ambar, oshkora gap qilsangmi, maxfiy gap qilsangmi, Allohga hech qanday narsa maxfiy emas. Chunki Allah har qanday sirni va sirdan maxfiy ishlarni, hatto ichingda aytgan so'zlaringni bilib turadi. Allah'tan başka haqiqiy ilah yo'qdir. En güzel isimler Allah'a xosdir. Ey payg'ambar, sana Musa alayhissalomning Madiyandan Misrga qarab yo'lga chiqqan vaqtdagi xabari keldimi? O chaqda Musa kechida ketib etib, o'tning yo'riqini ko'rib qolgan va oilasidagilarga: "Sizlar bu yerda kutib turinglar. Men bir o'tning yo'riqini ko'rib qoldim. Men berib onundan biz ot yıqıp ısınışımız üçün bir tal çok ilip gelişim yoki u yerde birer yol başlığı uçurtup gelişim mümkün degan idi." Musa otning yeniga kelganda Allah onunğa mundaq deb nida qildi: "Ey Musa, men haqiqatan sening Rabbingman. Kashingni salg'in, chunki sen hozir muqaddas Tuva vodisida turibsan. Ey Musa, men seni payg'ambarlikka tanladim. Men sana qiladigan vahiyga quloq solgin. Men haqiqatan Allohman. Mendan boshqa haqiqiy iloh yo'q. Mening hech bir sherikim yo'q. Men yegona ilohman. Shunga sen yolg'iz menga ibodat qilgin. Meni yod etish uchun namoz o'qigin. İnsanlar tirildirildiğin kıyamet çoxum buludu. Men onun vaxtını özümdünmü məxbi tutqılı tasqalıman. Ahval şundaq tursa, onun vaxtını insanlar qandaq bilsin. Her bir adam özünün dünyada qılğan yaxşı yaman əməllərinin mukapatını elişi, yoki cazasını tartışı üçün qiyametinin bolişi zörürdür. Ey Musa! Ahiretki işenmeydiğen, ahiretlik üçün işlemeydiğen ve özünün nefsi xahişiğe ergişip, hakikatini inkar kılgan adamlar seni ahiretki iman etiştin ve onunla tayarlık kılıştın tosup koymuşsun. O çağda sen halak bop getsen. Ey Musa, on kolundaki nime o? Musa etti: O mening hasam. Onunğa tayinib mağaman, onun bilen qoylarımğa gazan qeqib beraman. Onu yana başka işlerimgimi işletemen. Allah: Ey Musa, hasanını yerge taşlığın dedi. Musa hassını yerge taşlayıverdi. Hasa Allah'ның iradesi bilen meňivatqan bir yılanğa aylandı. Musa korkup ketip arqaga burilib qaçtı. Allah etti: Yılanını al. Onundan qo'rqma. Biz onu dastlabki hasa holatiga qaytaramiz. Qo'lingni qo'yningga sog'in. Qo'ling oq kasallikdan emas, balki yana bir mo'jiza sifatida oq qordek bo'lib chiqadi. Ey Musa, biz buni sana bizning qudratimizning cheksizligiga, podshohligimizning kattaligiga ve biz tushirgan dinning haq ekanligiga dalolat qiladigan cho'ng dalillarimizning bir qismini ko'rsatayli deb shundoq qildik. Ey Musa, Fir'avnning yeniga borgin
u haqiqatan haddidan eshib ketdi. Rabbiga osiylik qildi. Sen uni Allohning bir ekanligiga e'tiqod qilishga va uningga ibodat qilishga da'vat qilgin. Musa aytdi: "Ey Rabbim, mening ko'ngli ko'ksimni keng qilgin. İşimni osonlashtirib bergin. Ularning so'zimni tushunish uchun tilimdagi ig'irlikni ko'tarib etgin. Menga oilamdan qarindishim Harunni yordamchi qilib bergin. Uning bilan meni teximi kuchaytgin. Sana teximi ko'p tasbih etishimiz, teximi ko'p zikr etishimiz uchun uni menga payg'ambarlikda va dinni yetkazishda sherik qilgin. Sheksizki, sen bizni ko'rib turg'uvchisan. Bizning hech qanday ishimiz sana maxfiy emasdir." Allah aytdi: "Ey Musa, sana sen tilagan narsalarning hammasini berdim. Ey Musa, sana bu ne'matdan ilgarimi boshqa ne'mat ato qilgan edik. O chaqda sen bovoq eding. Seni Fir'avnning o'ltirib etishidan qutqizib qo'ygan edik. O'z vaqtida onangga ilhom qilib, o'g'ling Musoni sanduqqa selib Nil daryosiga qo'yib bergin. Daryo uni qirg'oqqa chiqarib qo'ydi. Ondan Musoni meningmi dushmanim, uningmi dushmani bo'lgan Fir'avn elib oladi degan edik. Ey Musa, sening mening himoyam ostida tarbiyalanishing uchun sana o'z tarafimdan mehri issiqlik ato qildim. Shuning bilan insonlarning muhabbatiga sazovor bo'lding. Öz vaqtida ochang seni sog'an sanduqni ko'zitib mengib, uni daryodan so'zib olgan oilaga berib, sizlarga bu buvoqni boqadigan va emitib beradigan bir ayolni ko'rsatib qo'yaymi degan edi. Onangni sening saq ekanligingdan xotirjam bo'lsin va qayg'urmasin deb seni Fir'avnning sarayida onangga qaytirib berdik. Sen Misrlik bir odamni savanlik bilan o'ldirib qo'ygan eding. Biz seni qilmishingning g'emidan va o'lim xavfidan xalos qildik. Seni turli sinoqlar bilan sinadik. Sen Madiyanga qo'rqinch ichida berib, ularning orsida ko'p yillar turgan eding. Ondan sen Allohning irodasi bilan belgilangan vaqtda Madiyandan chiqib, Tur teg'iga yetib kelding. Tafsiri muyassar. Bir guruhi o'lmalar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.